Gyaluronka seramiz ham mana tayyor. Egasiga dostavka qilib beramiz. Buni ichiga peeling gel skatkasi, gel umывания, tonik, ночной, дневной va вокруг глаза kiradi. Bu yerda patchi bor, одноразовый. Lekin biz pishiqlik qilib buni bir marta emas, bir necha marta ishlatsak ham bo'ladi. Mitilarkasi ham bo'ladi undan tashqari. Ular ko'p makiyaj qilmaganlar uchun mitilarka zakaz qilmaganlar. Buni qanday ishlatiladi? Haftada bir marta peeling ishlatiladi, lekin har kuni gel umывания bilan yuvib, tonik bilan artib olasiz. Kechqurungi kremingizni vokруг глаза surib olasiz. Lekin kunduzi esa kunduzgi kremingizni surasiz. Buni tarkibida kalsiy 2 gyaluronkasi bor. Shunga buni bemalol yozda ham ishlatsangiz bo'ladi, qishda ham fasl tanlamaydi. Yozimiz juda ham issiq bo'lgani uchun imенно gyaluronkani ishlatishni tavsiya qilaman. Kim xohlasa zakaz berishingiz mumkin. Lichkamga yozinglar. Xohlasanglar ichki narxda ham olishni o'zingizga o'rgatib qo'yaman.